Assalomu alaykum dasturchilar. Bugun C++ dasturlash tilida chiqarish operatorini ko'rib chiqamiz. C++ da ma'lumotlarni chiqarish uchun cout operatori ishlatiladi. Demak, buni kodda ko'rib chiqamiz. Cout va oqim belgisi bo'ladi. Bu nima uchun? Har bir ma'lumotdan oldin oqim belgisi yozilishi shart. Va masalan, salom nuqta virgul. Har bir qatordan keyin nuqta virgul yozish shart. Bu C++ qoidasi. Demak, hozir cout bu chiqarish salom degan so'zni bizga chiqarib berish kerak. Demak, kodni ishlatamiz. Salom deb chiqardi. Masalan, salom C++ yozmoqchi bo'lsak, davomiga yozib qo'yamiz. Agar siz shuni pastdan chiqsin desangiz agar, bunda handle ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, buni o'chirish kerak, davomdan handle yozish kerak. Bu degani qatorni tugatish. Mana shu salom so'zdan keyin qator tugadi. Va siz bundan keyin yana bitta masalan C++ deb yozsangiz, bu C++ so'zi pastdan chiqadi. Mana. Keyin yana bitta qoida. Agar siz cout ichida so'z yozmoqchi bo'lsangiz, bunda qo'shnoq yozish shart. Masalan, salom deb shunchaki yozsangiz, bu dastur buni o'zgaruvchi deb o'ylaydi. Hozir salom degan o'zgaruvchi yo'q, shuning uchun xatolik beradi. Bunda qo'shnoq yozish shart. Agarda son bo'lsa-chi, agarda son bo'lsa, bunda hech qanday qo'shnoq shart emas. Masalan, 1, 2, 3. Masalan, 123 sonni chiqarsan. Mana. Demak, shu kodlarimizni izohlab qo'yaylik. Birinchi bo'lib cout bu chiqarish operatori. Cout bu chiqarish operatori. Keyingi kodimiz ikkinchisi handle bu qatorni tugatadi. Ya'ni hozir mana shu qatorda tugadi va keyingi so'z yangi qatordan boshlab chiqadi. Ana endi ma'lumotlarimizni shu cout orqali ekranga chiqaraylik. Birinchi bo'lib masalan ismimizni ekranga chiqaraylik. Demak, qo'shnoq ichida yozamiz. Ism masalan 2 nuqta. Keyin ismni chiqaraylik. Masalan, Iqbol Shoh. Keyingi qator pastdan chiqishi uchun handle qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi cout masalan ikkinchi qatorda yoshni chiqarsin. Yosh deymiz, 2 nuqta. Yosh son bo'lgani uchun biz uni qo'shnoqsiz yozsak ham bo'ladi. Masalan, 20 deb. Keyingisi, masalan, telefon raqami bo'lsin. Tel. Endi agar telefon raqamini o'zini yozmoqchi bo'lsangiz, masalan, mana shu formatda, bunda son ko'rinishda yozsangiz ham bo'ladi. Agar sizda plus bilan yozaman desangiz, bu matnga kiradi, demak qo'shnoq bilan yozish kerak. Masalan, plus 998 qilib yozaman desangiz, bunda bu string bo'ladi, qo'shnoq bilan yozish kerak bo'ladi. Endi keyinlar shuni ekranga chiqarib ko'raylik. Kodni ishlatamiz va ma'lumotlarimiz ekranga chiqdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda o'zgaruvchilar bilan ishlash va C++ da ma'lumot turlari bilan tanishib chiqamiz.